Bolalar, hammalarga salom. Kayfiyatim yo'q. Bilib turibsizlar degan umiddaman. Bu hardcore ikkinchi qism, lekin to'g'ri hardcore o'lganim yo'q, bolalar. Lekin 1 soat olgan videom yo'q. Bu ikkinchi qismini o'rgandim. Rosa ko'p o'ylagandim. O'zi ham 1 soatdan ko'p vaqtim ketgan bolalar. Buni joy yetarli emas deb qoldi. Keyin uni tozalayman deganimda adashib videoni ham o'chirishni bosib. Shu bilan shuncha mehnatim yo'q. Hozir ham kundan olish o'rnasida o'tiribman bolalar. Hozirgi videomizda bilmayman, hech kun yashaymiz, telefonimiz zariti ham yo'q, 5%. Kamida shunaqa yaxshi ketadigan e'tibori bolalar. O'zlar kunni bilasizlar, necha kun, 37-kun edi. Hozir kunni ko'rlar, necha kun yashaganman? 45-kun. Ya'ni 10 kunmi? Qancha bo'lyapti shunda? 10 kun desak ham bo'ladi. 10 kun o'ynadim. Bitta Minecraft kuni o'tish 20 minut deb tasavvur qilsak, men ya'ni uxlab o'tishimni tasavvur qilsak 10 minutdan 10 kun bo'lsa, shunda taxminan 1 soat vaqtim ketyapti. Shu 1 soat vaqtim bekorga ketdi hozir. Unda hozir sizlarga videoga marhamat bolalar. Aytgancha bolalar, hozir xuddi mana shu yerda yo'q hozir. Ya'ni obuna bo'ling deb chiqadi va obuna bo'lsangiz yaxshi bo'lardi. Mana shu yerda obuna bo'ling deb chiqadi bolalar. Agar obuna bo'lsanglar, shuncha ketgan mehnatimni yana sizlarga qaytadan hozir ko'rsataman. Bolalar, men sizlarga ishonaman. Agar ko'proq like bossanglar, qanday uchib ketganini ham menimcha ko'rsata olaman. Ya'ni yaxshilab tushuntirishga harakat qilaman. Unda qani videoga olg'a. Va bolalar, mana bu biroz qo'shimchalar bor, e'tibor bermaysizlar degan umiddaman. Va mana qolgan joyim bu emas aslida. Bu endi chigini qo'llaganman, endi bu emas. Mana men qancha ko'rdim. 1 2 3 4 5 6 va bunaqa moch boshda 3 qo'llaydigan, hatto 5 ga 5 ham qo'llar ekan. Buni video davomida bilgandim. Do'stim bo'lar, shunaqa sanamsiz. Kimda alamni o'zi? Qarochi hozirga ko'rsataman. Ya'ni mana men haqir shaxta. Juda shukur bo'lib, juda shukur. Shunday yotog'im olib kelib bolalar. Tom tepasida qoldiribman. Ya'ni tom tepasida mana qo'yganman. O'shda mahallashgandim, o'shda turib. Bolalar, agar birinchi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring, bu kanalimda bo'ladi. Agar obuna bo'lsangiz, ya'ni like bossangiz, hozir mayda seksiyada Mario chiqadi sizlar uchun. Mana chiqyapti degan umiddaman. Montajda hozir chiqyapti. Lekin hozir menga ko'rinmayapti. Qarochi, endi hozir shekilga boramiz. Shunday tushgan cho'kib qolishim mumkin bolalar. Juda chuqur. Chuqur demayman-ku, lekin papam endi kovlashgacha qancha o'zi ham mana qora tosh bor-ku, o'shgacha yetganda mana shu modni qo'shdimda. O'zgacha kovlamga. Bungacha qarilar mana shuncha kovlashni o'zi bo'ladi bolalar. Shukur deb tushunmayman. Lekin shoshilmasdan tushiramiz bolalar. 45-kun. Hozirgi videomda 47-kungacha boraman, bilmayman. Lekin ikkinchi qism 47-kungacha boraman. Unda 47-kungacha olg'a deb qolaman. Va mana shu yerda kovlashni tugatdim. Hamma tepaga chiqqanim chunki videoda mana aytganman. Xuddi mana shu yerda turganman deganga aytganman. Bolalar, mana shu katta shaxta chiqib oldi degandim. Keyin tepaga chiqib ketganman. 5 ga 5 kovlagan ko'rsatganman. Hozir 3 turibdi. 5 ga 5.
Bu yerda ham shaxta chiqqan uchun chiqamiz deganda. Albatta aytganman, shu o'rtadan kirmagan uchun men buni qo'shmadim. Unda tepaga chiqamiz bolalar. Menimcha bu kovlaganimizlarga qiziq bo'lardi agar videosi o'chib ketmaganda, lekin afsuski videosi o'chib ketdi. Unda tepaga chiqamiz kanalga. Bolalar va tepaga chiqib qoldim. Shuncha mehnatim uchun, yana shuncha video o'chib ketsa ham yana qaytadan video olaman deb o'zimga ahd qo'yganim uchun davay bolalar, obuna bo'linglar-da. 5 gacha sanaymiz. 1 2 3 4 5. Menimcha obuna bo'ldingiz bolalar. Bo'ldingiz. Unda kanalga ketamiz. Endi hozir uyimga kirib olishim kerak. Bu yerda menimcha 50 kungacha yashayman. Prosta bu videom o'chib ketgan haqida intervyu degan bo'ladi, lekin ikkinchi qism bolalar. Nimadir qotdi. Bolalar, mana bu yerda meni bunkerim. Menimcha sizlarga ko'rsataman. Agar ko'rmaganlar bo'lsa, mayli, yana sizlarga bir marta ko'rsataman bolalar. Bolalar, iltimos obuna bo'linglar degan. Ko'p obuna kelsa mana shu videomizdan mana shu qo'shishlardan to'g'rilaymiz. Mana bu yer oddiygina joy ekan, bazamiz yonib, yani kriplar, portlar, modellar, xavfli vaziyatlar bo'lsa mana shu yerga qarab yuguramiz. Bolalar, unda biz hozir uyga boramiz. Nezerga ketish uchun 2 kishilik video qilaman. 3-qishimda debman. Adashib ketdim bolalar. Uchinchi qismda biz uchinchi qismda o'sha Nezerga ketamiz. Gapirsam o'zi chiqaraveradi. Uchinchi qismda biz Nezerga gapirsalaring hammalarini o'ldirib yuboraman. Uchinchi qismda biz Nezerga ketamiz. Qani unda hozir olg'a deyman. Albatta unda sizlar bilan bir sayohat qilib kelamiz, ya'ni atrofda sizlarga ko'rsatib kelaman bolalar. Qani unda bu yerda men o'sha o'rtog'im nom yozgan. Burit Tresurimi deb nom yozgan, ya'ni u masalan xarita topilslarda mana shu yerda deydi, o'sha ko'milgan nom yozgan. Agar shunaqa sandiqlarga nom shunaqa yozishni bilmasanglar, ichiga ham shunaqa nom yozishni bilmasanglar, albatta obuna bo'linglar. Hamda bu haqida video chiqaraman. Mayli, obuna emas, hatto like bosinglar. Agar qanchalar ko'p bo'lsa, demak mana shuni o'rganamiz deganlarni bildirgan bo'laman. Men e'tibor qilmoqchiman, qo'llaman. Yig'ishim kerak. Bu qanaqa tushadi savol? Tushmayapti. Qanaqa bo'lsa bo'ladi? Aytish kerakmi? Lekin bilasizlar, birinchi qismda ko'p temir terganman. Temir terganman debman. Hozir bazamga qaytaman. Va bu qismda o'sha narsani, ya'ni tushkunga kuch qolish uchun birani siga kerak bo'lgan narsani va menda bor ekan. Bolalar, Ender Dragonni 5-qismda o'ldiramiz. 5-qismgacha kelish. Bilasizlar, hozir montajlar bilan shug'ullanyapman. Endi montajli videolar chiqadi. Endi videolarimizda aytgandek sifatli qilib borishga harakat qilamiz bolalar. Hozir mana shu yana 87 deb turgan Mario chiqaramiz va mana chiqdi. Albatta bu montajda chiqdi. Qani o'sha voyga narsalar. Yo'qoldi. Bo'ldi. Yo'qoldi. Mendan qo'rqdilar.
Nimaga qo'rqadim? Birinchi marta olishim. Men aytyapman uylarni qurmayman. Dasturga men kuchayganman, men g'azablangan. Lekin baribir shartga men tushganman chunki uylarni qurib o'tiribdi. Bu qani hozir? O'z mana erta mashta o'tiribdi. Aka keyin bizni o'ldiring deb o'tiribdi. Mashqa chinab shunday bo'ldi. Nega? Unda qani? Yotoqchada qilib olamiz. Besh yildan beri yo'qman, 5 yildir. Lekin bir ko'p qildim. Chiqadim o'zi. Bu bolalar savonada aslida chiqmasmidi, просто kimirib qo'yuvmidi. Ben düşünmedim. Lekin 5 yildan beri mikrofon. Çünkü bu yangi versiyaga çok o'rganmadim. Oldin eski versiyalarda o'rganardim. Ben 5 yoshimdan o'ynashga boshlaganman-da. Takishda hozir mana shu yoshim hisoblasam bo'ladi. 2014 Ancha bola ketaveramiz. Chiqmaydi. Ancha buni YouTube'ga qo'yishim aniq, lekin keyingi qismini topamiz bolalar. Mana shu qismni, ya'ni ikkinchi qismga iltimos like bosinglar ko'proq, chunki men shuncha ikkinchi qism o'chib ketdi, hozir ko'zlarim achib ketyapti. Agar shu yuzimni ko'rsatganimda hozir mana shu yuzimni, ya'ni ko'zim qizarib ketganini ko'rsatardim, lekin ko'rsatolmay yuzimdan. Unda video tugadi. Hammaga xayr.